tashqi fasad sifatini tekshiramiz do'stlar. Mana do'stlar, uramiz. Mana, endi tortib chiqaramiz. Ana do'stlar, nimaga bu ketdi desalar, do'stlar, monimiz ahvolini ko'ryapsizlarmi? Ya'ni bu ursangiz ham ko'lanib ketyapti. Ya'ni gazoblokimiz o'rtachalik hisobiga yaxshi yopishmagan bo'ladi, lekin bunimiz liboy narsaga yopishadi. Xolasiz buni ko'rib turganlar, xomg'ish, penablok, gazoblok, liboy narsaga yopishadi. Qalinligi 3 sm dan boshlab 5 sm-gacha bo'lar ekan. Buni masalan terma panel bo'ladi do'stlar. 1 kvadrat metr 3 sm-lik 85 ming bo'lsa, 5 sm-lik narxi keladigan bo'lsa, 110 ming so'm bo'ladi. Xolagan turingizda, xolasiz kabanchi, xolasiz Versace, xolagan fasadingizga qilib berishsa super mo'shi bo'ladi, bemalol 100 bo'ladi. 50 kvadratdan yuqori oladigan bo'lsalar, do'stlar, vodiy bo'ladi, dastlabki mutlaqo bepul bo'ladi. Agar ushbu biznesni o'rganib turib do'stlar, kuniga 3 million so'm sof foyda ko'raman desalar, akalarimiz bir kunda 100 kvadratdan 250 kvadratgacha chiqarishyapti. 1 kvadratidan 25 ming so'm qolar ekan. Stanoyni sotiladi, stanoy narxiga keladigan bo'lsak, do'stlar, alohida 8 dollar bo'ladi. Bu narxlar ichida yeb, ichish, yotog'i o'rgatib berish mutlaqo bepul. Zakaz berish akalarimiz nomerlar pastda qoldirdik. Bo'ldi.